yosh ko'rinishni xohlamasamchi, mayliga shunday ko'rinsam desamchi. Kimga xalaqit qilyapti mana shu tishim? Nima ishlaring bor? Desamda qo'pol gapirolmayman. Xafa qilmoqchi emasman, prosta tishimga osilmanglar, iltimos sizlardan. O'zi mana shu tishlarim davolatib, shu tishlarni qo'ydirgunimcha azobimni ko'rganman-da. 8 ta tishim o'zi ham. U oson bo'lib qolmaydi-ku, lecheniya olish, qatnash tishga. Normali turibdi, menga xalaqit berayotgan yo'q, og'riq berayotgan yo'q. Iloyim birov kulsa, masxara qilsa, menga nima? Jonimda og'ritmayotgan narsaga teginib nima qilaman? Bezovta qilsa ekan, tushib qolib, bezovta qilib meni garang qilsa ekan, keyin men ham majbur borib doktorga almashtirtirsam. Menga hozir hech qanday xalaqit qilayotgan joyi yo'q. Qachonki almashtirish vaqti bo'lsa, o'shanda unda ham imkoniyatimga qarab qilaman. Shunda ham oq tishga pulim yetmasa, yana pazaloshni qo'ydiraveraman, tilla ham emas. Nimasdan uyalaman? Hamma ko'rpasiga qarab oyoq uzatar.